Nima sababdan O'zbekistonda fantastik filmlar suratga olinmaydi? Xuddi shu savolni media sohasida ishlaydigan tanishimga berganimda, aktyorlarimiz qandaydir maxsus kiyim kiyib, super qahramon obrazini gavdalantirishni xohlamaydi. Xalqimiz esa O'zbekistonda ishlab chiqarilgan fantastik filmlarga tayyor emas deb javob berdi. Lekin Sevginator, Uchar qiz, Abdullajon, Sehrli qalpoqcha bular O'zbekistonda ishlab chiqarilgan fantastik komedik filmlar va xalqimiz bu filmlarni sevib tomosha qiladi. Umuman olganda fantastik film suratga olish uchun qandaydir super qahramon o'ylab topish shart emas. Yetarli darajadagi bilimlar orqali ham fantastik film suratga olish mumkin. Menimcha shunday. Misol uchun men yaqinda Novokeyn nomli film ko'rdim. Bosh qahramonda tug'ma og'riq sezmaslik sindromi bo'ladi. U bankda ishlaydi, hamkasb bo'lgan bir qizni yoqtirib qoladi. Kunlardan bir kun bankka o'g'irlar keladi va qizni garovga oladi. Sevgan qizini qutqarish uchun qahramonimiz jinoyatchilarga qarshi kurashadi. Og'riq sezmaslik kasalligi sabab film ham fantastik, ham komedik tus olgan. Mana sizga hech qanday super qahramonlarsiz fantastik film. What is that? Why? Oh, come on! Sizningcha nima sababdan O'zbekistonda fantastik filmlar suratga olinmaydi? Agar bunday filmlar suratga olinsa, juda ham dolzarb bo'lgan qaynona kelin mavzusi chetda qolib ketishi mumkinmi?